Qarib qolgandan keyin ota sen bilan birga uyda turadi o'g'il bola. Avval sen u bilan birga turar eding, endi u sen bilan birga turibdi. Agar otadan siz bilan kim qolgan uyda desa, katta o'g'lim deydi yoki kichkina o'g'lim deydi. Endi farzanddan so'raladi. Sen bilan uyingda kim qolgan desa, otam qolgan men bilan deydi. Endi sen tevaga chiqding. Otang seni qo'lingda turibdi. Otang sen uni qo'lida bo'lgan paytingda qanday seni xizmatingni, parvarishingni qilgan? Endi sen shuni qilishligi kerak bo'ladi. Chunki mehmon bo'lib qoldi. Mehmon bo'lib qoldi. Nima qilgan bo'lsa senga qoldi. Nima to'plagan bo'lsa hayotda senga qoldi. Hurmati ham, uyi ham, moli davlati ham. Ularga yaxshilik qilishlik haqiqiy qahramonlik.